Boshlarim og'rib ketdi, siqilaverdi. Nimaga siqilyapsan? O'qishga kirish kerak. Menga mos o'quv markazi topishga qiynalanyapman. Men ham chet tilini o'rganib, chet elga ketishim kerak. Unda ikkalamiz bitta joyda o'qiganimiz yaxshi ekan. Xo'p, keyin unda kartadan qidiramiz. Davay, yaxshi fikr. Andijonga keladigan bo'lsak, qaysi hudud yaxshi ekan? Menimcha, Yangi bozordan topganimiz yaxshi. Ha, to'g'ri, qatnashga ham qulay. Bu yerdan reytingi baland o'quv markazlaridan Idea Interval Education yaxshi ekan. Xo'p, yo'lda borib kelamiz. Ketdik. Kelinglar, marhamat o'tirishlaring mumkin. Bizga DTN testlariga tayyorgarlik va ingliz tili kurslari kerak. Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Darslarimiz to'liq 2 soat davom etadi. Bizda tayyorgarlik ko'rgan abituriyentlarning 87% dan yuqorisi yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Qolaversa, yanvar oyi uchun barcha kurslarga 30% chegirmalar mavjud. Xo'p, unda bizga yoqdi. Kursga yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, menga yoqdi. Senga-chi? Bo'lmasa-chi, shu yerda o'qiymiz, menga ham yoqdi. Bo'ldi, shu yerda o'qiymiz.